Bo'lmasa ikkinchi darsimiz boshladik. Xo'p, bering, bering. Yakuniy nechik tartibda bo'ladi? Modulda savollar yo'q ekan. Biza tanlovni Xo'p, unutmaylikda. yakunini savollarni qo'yaman. Shu dasturlasha doir savollar bo'ladi. Nazariya bo'ladi. Bir yozadigan yozma nazariya. Keyin bir misol bo'lishi mumkin. Shu hozirgi ishlagan misollarimizdan Pythonda oddiy misol ishlash yoki shu o'tgan mavzularimizga doir e, bir klassini yozish tushishi mumkin. Masalan, talaba klassini yozing, ixtiyoriy. Talaba klassini yarating, obyektini yarating. Bu talaba klassini yaratib, undan obyektlar yarating degan savollar bo'lishi mumkin. Shu bu hafta bo'lmasa keyingi haftani boshlarini qo'yaman. Yakuniy savollari modulga qo'yiladi. Hammasi. Ko'rasizlar, nazariy savollar, amaliy savollar. Alohida qilib qo'yiladi. Shundan ikki nazariya, bir amaliy savol tushadi. Taxminan shunday bo'ladi. Xo'p, rahmat. Nazarisini yozasizlar, hammasi 100% shu darsda kurs davomida o'tganlarimizdan bo'ladi. Yozma shunday. Hava yozma bo'ladi yakuniylar. Bu sizda to'garak bormi? Bu bir e'londa gördüm-da sizda keyin Madatda to'garak Hava yozilgan ekan. to'garaklarimiz bo'ladi. Meniki lekin u machine learning bo'yicha to'garak, dasturlash bo'yicha ham bo'lib o'tdi. Bir galib so'rasangiz bo'ladi ya, guruhga qo'shilib qo'yib, shu guruhda ko'rib borsangiz bo'ladi. Masalan, qaysi damlan to'garaki bo'lsa yozib beradi bir kunamdan. Masalan, Men men topolmadim-da shu to'garak rahbarlarini, nalarini uchinchi bilmayman. kun man 3:30da o'taman. Uchinchi kun. To'rtinchi kun Kuryasov Elmurod domla 14:00da o'tadi. Beshinchi kun, oltinchi kunlar ham bor o'xshaydi. Madatov domla, ixtiyor domla o'tadi. Sho'ra bir kelib, IT parkka kelib, o'zlari bilan gaplashib ketsangizlar bo'ladi. Qachon o'tishni, yo shu vaqtda guruhga qo'shilib ketsangizlar bo'ladi. Sizda To'garak shu bo'yicha. guruhni silkasi yo'qmi mobodo? Bor, bor. Asashini tashlab berolmaysizmi? Shunga Men baribir hozir silkasi bormi ekan uni? Silka men ham qo'shib qo'yibdilar uni. Siznikini ham qo'shilsak bo'ladimi biza? Havo shu bir guruh o'zi. Uchinchi kun 3:30da deysizmi? Havayna bor ekan, nera tashlayman buni? Farqi yo'q, o'sha guruhga tashlasadan bo'ladi. Bunga ko'ra общий guruhga tashiman yaxshi o'zlarimiz ham. Masalan, dasturlash asoslarida ham fanni guruhga tashiman. Faqat boradollar qo'shilinglar lekin. Faqat shu borishni xohlaydiganlar tashab qo'ydim men ham. Bedasini nedan topamiz? Damla sho'ri qiziq. Men bir ikki damladan so'radim. Shu Yo'q. mani shu 3:30da to'garakim bor vaqtda shu xonadan topasizlar. Qaysi xonada? Qarshi bo'ladon, IT parkni bilasizlarmi? Xalq bankidagimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Universitetning o'zida bo'ladi. Ipoteka bankiyandaqimi? Yo'q, yo'q. Universitetning o'zida bor? 5-chi talabalar turar joyi bor. Shuni so'rab borasizlar. 5-chi talabalar turar joyi toza. Talabalar turar joyi 5-chi deb aytiladi. Katta toza qurilgan kutubxonani bilasizlar axir, universitetda. Avang 5 Shuni, etashgan. shuni yonida, chap tarafida. Bu yandan kelsangizlar, Bo'ladi. chap tarafida izdaniya. Shuni to'g'ri kirasizlar, andan podvalga tushasizlar. Shu yerda bizani xonalarimiz bor. Magistrlarga dars o'tiladigan xonalar bor. Shu yerda bo'ladi to'garaklar. Jasad bo'ladi u keyin damla. Har xil kimniki har xil. Shu bir soat bir para atrofida bo'ladi. Mobodo siznikini qo'shilsak, boshini o'rgatasizmi yoki Yo'q, yo'q, yeridan endi gen yeridan boshlayapsizmi? chunki to'garak bo'lib ketir-ku. Endi hozir buni tugatamiz. Keyingi yil balki yana boshdan boshlarmiz sentyabrdan. Endi ko'rib qoldim-da, men shu e'lonni ertalab Hmm. ko'rdim. Xo'p. Bo'lmasa starsdalar guruhlaringizni aytinglar. Talabalarim kam. Bundan bo'ladigan bo'lsa shu ikki narsani ham hammasini emblani bosib tashlayman. Xo'p, bo'lmasa
İkinci dersimizi başlayımız. Demek, asosiy rekursiya, rekursiv algoritmlarni o'rganamiz. Bu yerda rekursiya o'zi nomi, bu qanday ishlaydi, bu nima kerak va keyin shu rekursiv mavzuga doir Fibonacci ketma-ketligi. Bilasizlar, Fibonacci ketma-ketligi o'zini oldingisini yig'indisi olib boriladi. Bu rekursiyani dinamik algoritmlar bilan ham taqqoslab solishtirib o'rgansa bo'ladi. Chunki dinamik ham shunga o'xshaydigan narsa, shunga o'xshash. Ya'ni dinamik masalalardan ham eninchi eninchi sonni topish uchun, masalan, algoritm bo'yicha n minus birinchi son kerak bo'ladi. Masalan, 9-chi sonni topacakmiz. Shuning ketma-ketlikdagi 9-chi sonni topishimiz kerak va bu uchun bizga 8-chi son kerak bo'ladi. 8-chi sonni topish uchun 7-chi son kerak bo'ladi. 7-chi sonni topish uchun 6-chi son va hokazo shunday. Har doim qaysidir sonni topmoqchi bo'lsak, bir oldidagi son bizga kerak bo'ladi. Mana shu narsa ketma-ketlik deb aytiladi. Shu ketma-ketlikni qurish bu rekursiya deb aytiladi. Mana shu rekursiyaga murojaat. Rekursiya degani qayta-qayta o'ziga murojaat degan ma'noni anglatadi. Demak, mana rekursiya bu muammoni hal qilish usuli bo'lib, unda funksiya o'zini o'zi chaqiradi, ya'ni o'z-o'ziga qayta murojaat qiladi. Nazariy jihatdan rekursiya bu divide and conquer, bo'lib, e, ya'ni bo'lib ishlash degan ma'noni bildiradi. Shu prinsipga tayanadi. Ya'ni o'z-o'ziga murojaat qiladi. Rekursiyani tushundingizmi? Bitta narsani yozib qo'yibmiz. Shu narsa ishlash uchun yana o'ziga murojaat qiladi. Rekursiyani tushunish sal yaxshilab e'tibor bermasangizlar, sal murakkabroq. Masalan, e, shunaqa hisoblanadigan sonlar bor. Masalan, masala berilishi mumkin mana shunaqa e, ko'rinishda o'zidan oldingi ikkita sonning yig'indisini hisoblab ketish kerak. Masalan, birinchi sonimiz teng bo'ladi. Ikkita son beriladi, A bilan B. Masalan, birinchi son beriladi, ikkinchi son beriladi. Birinchi son 1, ikkinchi son 2. Uchinchi sonimiz mana shu o'zidan oldingi ikkalasini yig'indisiga teng bo'ladi. Demak, uchinchi sonimiz nechi bo'ladi shunda? Mana shu yerda yozamiz masalan. Mana A1 teng 1, A2 teng 2, A3'imiz teng bo'ladi A1 plus A2 ga. O'zidan oldingi ikkitasini yig'indisiga teng. Demak, A3'imiz nechi bo'ladi? 3. 3 bo'ladi. Endi A4'chi. A4 teng bo'ladi. O'zidan oldingisi ikkalasini yig'indisi. A3 plus A2 bo'ladi. To'g'rimi? Teng bu nechiga teng? 5. 5, chunki o'zidan oldingi A3 3 chiqdi. A2 2. Endi keyingisini aytinglar. A5 teng bo'ladi. A4 qo'shuv A3 teng. 9. Endi 9 nechi? bo'ladi. 9. Qanday qilib? 7'de A4'ünüz ketdi o zaman. Ha? yok, chalkashib ketdim. A4'ünüz 5.
Avuç. Avuç. 3. 8 ekan. 8 Ot deyali oddiysida chalg'ayapsizlar 5 ta sonda. Ko'rdingizlarmi? Qanday ishlanishini rekursiya mana shu narsa rekursiya deyiladi. Demak, hozir sizlarga mana shu narsa bo'lmaganda A5 ni menga to'g'ri A1 bilan aytgani bersam, A5 ni to'g'ridan to'g'ri aytib bilasizlarmi? To'g'ridan to'g'ri topishning iloji bormi A5 ni? Faqat A1 Buni bilan A2 bor. progressiyadan ketib bilan. Yo'q. Hmm. Progressiyaga tushmaydi. A1 bilan A2 bor. A5 ni topinglar desam, to'g'ridan to'g'ri A5 ni topib bilasizlarmi? Yo'q. Demak, A5 bilan A5 ni topish uchun qaysi sonlar kerak? A5 bo'lishi uchun A4 Bilan A3 kerak, ha? bilan A3 kerak. A4 bilan A3 bizada yo'q. Ama Demak, A4 ni topishimiz uchun A3 bilan A2 kerak. A3 ni topishimiz uchun A2 bilan A1 kerak. Shunaqa qilib boshiga qaytiladi. Tushunizlarmi? Bu yoqdan qaytsa boshiga qaytish. Endi shuning uchun boshidan hisoblab borsak, xohlagancha sonni o'z-o'ziga qayta murojaat qilib, buni oddiy formula yordamida, rekursiv formula yordamida hisoblashimiz mumkin bo'ladi. A1 bilan A2 bor, formula yozamiz. AN teng bo'ladi AN-1 plus AN-2 ga deb o'ziga qayta murojaat qilaveramiz. Demak, o'ziga qayta qayta kelaverib, shunaqa shaklda ishlaydi. Oxirigacha borib topadi. Kim tushunmadi? Rekursiyani ozgina bo'lsam tushundingizlarmi? shunday. Hop. Xo'p, bo'lmasa rekursiyaning anatomiyasi. Demak, har bir rekursiv funksiya ikki qismdan iborat bo'lishi shart. Birinchi base case, ya'ni asosiy holat, rekursiyani to'xtatuvchi tormoz, ya'ni rekursiyani to'xtatadigan holat. Agar bu shart bo'lmasa, demak, biz xatolik olamiz. Chunki rekursiya to'xtamasa nima bo'lib qoladi? Siklga tushib qoladi. To'g'rimi? Demak, keyin rekursiya to'xtamaydi. Ikkinchi holat rekursiv step, ya'ni rekursiya qadami, rekursiv qadam. Bunda muammoni o'ziga o'xshash kichikroq muammoga aylantirish, ya'ni bu katta muammoni kichkina muammolar orqali yechish. Demak, bizda katta muammo turibdi. Hozir aytganimizdek A5 ni topish turibdi. A5 ni topa olmaymiz-ku. A1 bilan A2 bor. Demak, uni A4 A3 qilib yuboramiz. A4 ni A3 A2 qilib yuboramiz. A2 ni A1 ni o'zi bor, A1 bor va shu holatda bor narsaga olib kelib kichiklashtirib yechib, yana keyin qaytib katta narsalarimizni yechilgandan keyin qaytib katta javobni olamiz. Demak, bir katta muammoni kichik qismlarga ajratib rekursiya yordamida yechamiz misolni. Tushunarli? Demak, birinchi eng asosiy misol mana shu Fibonacci ketma-ketligi. Judayam ko'p uchraydigan rekursiya uchun eng zo'r namunaviy misollardan biri hisoblanadi. Demak, mana formulani qaranglar. Hozirgidek xuddi hozir men ko'rsatgan e, nimaga misolga o'xshaydi. Demak, fn n'inchi ketma-ketlikni topish uchun n-1 o'zidan oldingi ikkalasini yig'indisini topishimiz kerak. Tushunarli? Demak, funksiyani o'zini olamiz. Va buni ishlatamiz. Xo'p, ekranga chiqaramiz. 10-chi Fibonacci'ni chiqarsin. Yo'q, 5-ni chiqaraversin kichkinadan bilib boramiz.
Hop 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 bu paytestni ishlatyapti hozir. Hop mana 5 ga teng ekan. Demak, yozib ishlab ko'ramiz. 5-chi Fibonacci 5 ga teng ekan. Mana shu yerda yozamiz. Demak, birinchi Fibonacci A1 deb yozaveraylik. 0 edi, adashmasam. A1imiz 1 edi. Demak, A2 bo'ladi. A1 plus A0 deylik shuni. A0, A1. A0 plus A1 bo'lsa 1 ga teng ekan. Demak, A3imiz A2 plus A1 2 ga teng. A4imiz A3 plus A2 3 ga teng. A5imiz 3 plus 2 5 ga teng. A6imiz 5 plus 3 8 ga teng. A7imiz 10 gacha yozaylik. 13. Hammasini tekshiramiz. A8imiz 13 plus 8 21. A9 21 plus 13 34. A10imiz teng bo'ladi 34 ga 21 55. 55. Mana shuni tekshiramiz mana. Demak, 10-chi 55 ga teng bo'lishi kerak. 8-chini tekshirib ko'ramiz. 21 to'g'ri. 10-chi 55. Ko'rdingizmi? Qanday sodda, oddiy. Endi mana bu yerdan koddan tushuntiraman. Demak, Fibonacci funksiyamiz n sonini qabul qiladi. Faqat n keladi bu yerga. Agar n'imiz birdan kichkina bo'lsa yoki teng bo'lsa, n ni o'zini qaytaradi. Demak, bu degani 0 yoki 1 bo'lsa, 0 yoki 1 ni o'zini qaytaradi. Bu degani a 0-chi Fibonacci'miz 0 ga teng, birinchisi 1 ga teng. Mana shu narsa. 0-chisi 0, birinchisi 1 ga teng. Shundan boshlab ketadi. U yoqqa rekursiya ketadi. Mana ikkinchi Fibonacci'ni topish uchun keladi. Ikkinchi Fibonacci'mizda 2 dan bir narsa 1 va n 0. To'g'rimi? 1 ni yuborsa 1 qaytadi, 0 ni yuborsa 0 qaytadi. Demak, ikkinchi Fibonacci'miz yig'indisi 1 plus 0 1 ga teng ekan. Endi 3 ga o'tganda n minus 3 dan bir narsa 2. Fibonacci 2 keladi. 2 nechiga teng? Biz 2 ni hisobladik. Rekursiya bilan ketadi bu. 2 ni yana o'ziga yuboradi 1. 1 dan masalan 0 1 va hokazo shunaqa qo'shib boraveradi. 2 ni o'zi hisobladik. Bu yerga keladi. 3 dan 2 narsa 1, Fibonacci 1 1 ga teng. Va shunaqa qilib qo'shib natijani qaytaradi. Tushunarlimi? Masalan, bu 100 deb bersak, 100-chi Fibonacci'ni qaytaradi. 50-chi ham juda ham katta deb ketarmikan. Nimani tipiga sig'may qolishi ham mumkin agar. Integerni tipidan butun sonni
chegarasidan o'tib ketsa ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, 20-chini ko'raylikchi. Уже kattayib ketadimikan 20da? Menimcha kattayib ketadi, ha. 6765 30-chini ko'ramiz. Menimcha intni chegarasidan o'tib ketyapti, ha. Уже yaqinlashdi. 832 ming. Demak, qaysidir 32da adashmasam, bu ham normalniy. 35. Intni chegarasidan oshib ketyapti. 35da ham 35da ham ishladi. Demak, 40da oshadi bu taxminan. Ha, 40-da уже boyagi integerni chegarasidan oshdi. Buni endi boshqacharoq tip bilan beramiz. Integer emas, yo'q yo'q, ishlayapti. Bo'lmasa 1 milliard yana berib ko'ramiz. 45. Rekursiya shunaqa narsa, judayam vaqt taraflama, murakkab. Rekursiya o'z-o'ziga murojaat qilgandan keyin qayta-qayta, hozir bu bilasizlarmi, mana shu 45-chi Fibonacci sonini topish uchun qancha ichkarida sikl ishlatyapti? Kim tushuntirib bera oladi shuni? Taxminan. Oddiy 45-chi emas, oddiy 10-chi Fibonacci'ni topish uchun qanday sikl ishlatayotganini kim tushuntirib beradi? Qanday ichma-ich sikl ishlatayotganini, murakkabligini kim tushuntirib beradi? Har bir son ikkita oldingi ikkita son yig'indisiga teng bo'ladi-da Fibonacci. Aha, mana O'shandan shuni hisoblash kerak ekan. murakkabligini tushuntiring. Oddiy 10da. Masalan, Masalan, 10 bilan o'nda 10 ta Fibonacci uchun. masalan tushuntirib beradigan bo'lsak, Aha, 0 3 bo'ladi. Shunaqa hisoblab ketilaveradi-da. tushunmadim. 10-chi Fibonacci'ni topish uchun. Xo'p, Aha. 10-chi Fibonacci uchun 9 bilan 8 kerak. Xo'p, 9 bilan 8 bormi? Mana tugadi. Shuncha vaqt deganda chiqdi. 45 uchun. Ko'rdingizmi qancha ishladi? Qarang, tushuntiraman bu qanaqaligini. Bu shajaraga ham o'xshab ketadi, daraxtga. 10-chi Fibonacci uchun 9 bilan 8 kerak. Tushundingizlar? Hozir qarab turasizlar endi. 10-chi Fibonacci uchun 9 bilan 8 kerak. 9-chi Fibonacci uchun 8 bilan 7 kerak. 8-chi Fibonacci uchun 7 bilan 6 kerak. Daraxtni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa murakkab. Endi 9 8-ga tushdim. 8 uchun 7 bilan 6 kerak. 7 uchun 6 bilan 5 kerak. Qanday daraxt shaklida daraxt yoyilib ketayotganini ko'rdingizlarmi pastga? Fibonacci ketma-ketligini topish uchun. Tushundingizlarmi? Mana shu narsani sizlarni tushunishingizni xohlayman. Murakkabligi qanaqa murakkab? Bu yerda hozir sodda, oddiy kod yozilgan.
Mana shu joyda-da buni murakkabligini tushunish. Mana 10-chi faqat mana bu yerda 10 bo'lib turibdi bu. Bu 9 bilan 8 kerak dedingizlar. O'zlaringiz aytdingizlar. 9-chi bilan 8-chi kerak. Mana ikkita shoxasidan chiqdi. Bu yoqdan 9, bu yoqdan 8. Endi savol 9-chi ham yo'q u bizda. 9-chi uchun 9 bilan 8 bilan 7 kerak. Agar qaranglar, daraxt chizadigan bo'lsak, men sizlarga tushuntiraman. Mana shu yerdan boshlaymiz. Mana A10 o'rtada. A10 uchun A9 bilan A8 kerak. To'g'rimi? Endi A9 uchunchi sal tort. 8 bilan 7 kerak. 8 bilan A9 7 uchun kerak. A8 A8, bilan A7 kerak. A7 kerak. Buni to'g'rilayman hozir. Bunaqa katta qo'ya olmaymiz. Mana A9 uchun bunaqa. A8 uchunchi A7 bilan A8, A6 kerak. Yo'q, A6 bilan A6. A5 kerak. A7 Yo'q, bilan A6. To'g'ri. A7 bilan A6. Ha. Ketdik endi. Endi qaranglar. A8 uchunchi. A8 uchun A8, A7 bilan A6. Sizku damla? Buni ochmasam bo'lmaydi ekan. Sal ochamiz ekan. Tushunish uchun sal ochmasak bo'lmaydi ekan. Hozir yechamasa ikkita, uchta qatlamni ko'raylik. Mana. Hop, A8 uchun A7 bilan A6 dedik, ha? Mhm. Shunaqa. Endi A7 uchun A6 bilan A5. A6 bilan A5. A5. Bu hammasi sizlarni tushunishingiz uchun nima qilyapman hozir? U rekursiyani o'zida u yerdan qaraganlaringizda ko'rinmaydi-da bu qanchalik murakkab ekanligi. Mana A8 uchun 7 bilan 6 kerak, a? Endi A7 uchunchi A6 bilan A5. A6 bilan A5. A5 bilan A4 deng. A5 bilan A4. Mana. Bo'ldi, keyingi qadamiga tushmayman. Hali Bo'ldi. biz nechinchi sohadamiz qaranglar. O'zlaringiz ham endi ko'rgansizlar murakkabligini. 10-chi oddiygina 10-chini topish uchun qanday nima ketyapti? A9 bilan A8 kerak. A9 uchun qanday ishlaydi? A8 A7 ni qidiradi. A8 uchun 7 6 ni qidiradi. Hali tugagani yo'q. 7 uchun 6 5. Bu soha uchun bitta sohadan oxiriga borish, man bittasidan boramiz hali. Bittasidan borishni hisoblaymiz. Qaranglar. A10 9 8 7 7 6 6 5 5 4 va bitta pastida million bo'lib ketadi. Million. Hammasini endi sizlar qo'shib Jarayon chiqinglar. oxirdan boshiga boradimi, ustoz? Nima? Jarayon
birdan chiqib bormaydimi? Oxiridan pastga qarab boradimi jarayon? Albatta. Albatta, chunki biz enni beryapmiz-ku. 10 beryapmiz. 10 beryapmiz. U yerda 1 bilan 0 bilan 1 bor. U 10 berganimizda 0 bilan 1 ni olib kela olmaydi-ku to'g'ridan to'g'ri. Boshida 10-ni hisoblash uchun 9 bilan 8 kerak. 9 bilan 8 ni hisoblash uchun 7 masalan 6 nimadir kerak. Shunaqa qilib pastga tushadi. Eng pastdagi narsa bor u yerda. Eng pastdagini olsa, keyin keyiniga qayta oladi boshiga. Shunaqa qilib pastiga boraveradi. Tushunarlimi? Chunki 1 bilan 2'da 1 bilan 2 bor-ku mana bu yerda qaranglar. Mana endi 10 ni berib yubordik. Mana jarayon qanaqa ishlashini endi tushuntiraman. Aslida savol tug'ilmasligi uchun biz 45 emas, oddiy tushunishimiz uchun mana 45 ta necha chiqyapti qaranglar. Bu chiqishi ham hech narsa emas. Son katta bo'lmasligi mumkin, lekin uni topishdagi jarayon juda ham muhim. Juda ham murakkab. 10-da 10 hisoblashni ko'rsataman. Demak, 10 ni berib yubordik. En teng nechi mana shu yerda? Keldi mana. Metodimizga keldi. En nechiga teng? Endi aytib turinglar. En 10. Bunga tengmi? 10 ga teng. Kirdik. 10 birdan kichkinami? Yo'q, katta-yu. Yo'q, bu Katta. yerga o'tadi, to'g'rimi? Demak, Hova. metodimizga yana 9 bilan 9 bilan 8 ni jo'natadi. Birma-bir kelaveradi bu yerga. Oldin 9 keladi, to'g'rimi? 9 kelganda 9 birdan kichkinami? Yo'q, yana keladi. Bunga o'tadida 8. Xuddi shunaqa kelaveradi, kelaveradi oxiri. Bir birdan kichik yoki tengmi? Ha, bo'lmasa endi qaytaradi. Bu bittasiga hali, bittasi uchun. Mana bu oxiriga keldi, birni hisobladi. Keyin yonidan 0 bilan keladi. 0 ni ham qo'shadi yoki 1 ni o'zini qo'shadi. Keyin endi e, birni qo'shdimi? Har biri uchun shunaqa qilib kelib qo'shib ketaveradi. Har biri uchun. Biz ko'rayotgan aslidagi boyagi 3, 5 degan sonlarimiz birdan yig'ilgan sonlar bular. Qo'shilib. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushundikmi? Bu faqat mana shu yerda qo'shadigan narsamiz ennigina qo'sha oladi faqat. Shundan qo'shib, lekin shunaqa maydalanib ketadi. Mana bu yerdan A3 ni topishni ko'rsatsam zo'r bo'ladi. A3 uchun yoki A4 mikan? A5 ni ko'ramiz. A5 uchun. A4 bilan A3 kerak, to'g'rimi? A4 uchun A3 bilan A2 A2 A3. kerak. kerak. A3 uchun A2 bilan A2 A1. A1 A1. kerak. A2 uchun A1 bilan A0. A1 A0. Bunda A2 bilan A2 A1. A1. Bu yerda A1 A0. A0. Bu A0 bilan A minus bu shart emas, to'g'rimi? O'zi A1. Bundan boshqa Nolga o'tmaydi. qatnoq. Bunda ham boshqa ketmaydi, bunda ham boshqa ketmaydi, bunda ham ketmaydi, bunda ham ketmaydi, bunda ketadi. Yana bir tushamiz ekan pastga. Hı. Bu uchun A1 bilan A0 mi? To'g'rimi? A1 A2 bilan uchun A0. A0 ketdi. Mana shunaqa ishlaydi. Faqat biz nimalarni qo'sha olamiz? 1 bilan 0larni faqat. Mana bu narsalar bor bizda, mana. Mana shungacha tushamiz. Endi buni A5 ni qiymatini biz o'zlarimiz hisoblaymiz. A1 nechiga teng? A1 1, A0 0, to'g'rimi? Demak, 1 qo'shsak 0 ga 1, 1 ni qo'shsak 2, 3, 0 ni qo'shsak 3,
Birini ko'rsak 4, nolni ko'rsak 4, birni ko'rsak 5. Demak, A5 ni ekranga chiqarsak 5 chiqishi kerak. Mana 5 javob. Menimcha endi to'liq tushundingizlar bu qanaqa ishlashini. Agar savollaringiz bo'lsa, so'ranglar. Kimda qanaqa savol bor? Kimyo faniga o'xshab ketar ekanda. Tsepnoy reaksiya degan narsa bor molekulalarda. O'shanday bo'lib ketar ekanda bu. Rekursiya daraxtsimon bo'ladi. Daraxtsimon e, daraxt shajara ko'rinishida rekursiya hamisha mana shunaqa ketadi. Lekin buni ko'rish, his qilish juda ham qiyin. Rekursiv algoritm. Chunki yozganimizda oddiygina kod bo'ladi bu, sodda. Lekin buni tagida ishlashi juda juda murakkab bo'ladi. Mana shu narsani tushunishimiz kerak. Nima savollaringiz bor bu bo'yicha? Savol yo'q, ustoz, tushunarli bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa bularni ham bitta takrorlab o'tamiz. Fayl tizimlarimiz o'tgan darsda e, o'rgangandik. Hozir. Hozir mana shuni Telegramda. Xo'p. Demak, fayllarni ochish, yopish bu bo'yicha e, misollarni ko'rdik o'tgan darsda. CSV fayldan o'qish, CSV fayldan yozish, JSON fayllardan o'qish, yozish hammasini e, ko'rdik. Bir qator takrorlab o'tsak. Demak, read bu butun faylni bitta stringga yuklaydi. Readline esa faqat bitta qatorni o'qiydi. Readline qator-qator qilib o'qish. Readlines har bir qatorni ro'yxat list element qilib yuklaydi. Ro'yxat shaklida o'qiydi. Iterator usuli bu for bilan o'qib olsak, har bir qatorni deyarli barcha narsani o'qish imkoniyati bo'ladi. Demak, fayl formatlari bizda text, binary, CSV va JSON. Bularni deyarli barchasini ko'rdik. Text oddiy, tekstovi, binary bu 0, 1 hammasini ya'ni baytlarda o'qiladi. Bu RB, WB bu tekstimizda RW belgilari, ya'ni UTF-C'dagi kodirovkalari. O'zi o'qiganimizda tekstni o'zi u narsa avtomatik yuklangan bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri o'qib ketaveramiz.
Demek CSV faylimiz bu vergül bilan ajratilgan. Buni ko'rdik. Ajratilgan yozganimizda shunaqa ko'rinishda yozamiz, o'qiymiz, lekin e, o'zi bu e, ko'rganimizda Excel formati jadval ko'rinishida chiqadi. Buni o'tgan darsda ham ko'rdik. CSV degani o'zi Excel format, lekin comma separated degani komma vergül bilan ajratilgan degani. Ee, Bu yerdagi ma'lumotlar bazasi va Excel o'rtasidagi bu ko'prik CSV. To'g'ridan to'g'ri vergul bilan yozsak, o'zi Excelga e, ya'ni jadvalga chiroyli qilib chiqarib beradi. JSON bu ma'lumotlar almashuv, ya'ni JSONda eng ommabop format bu Python lug'atlari bilan deyarli bir xil strukturaga ega. E, JSON dumps bu Python obyektini stringga o'tkazadi. Ee, va JSON loads bu stringni Python obyektiga qaytaradi. Demak, to'rtinchi murakkab amaliyot rekursiya fayl tizimi. Bu integratsiyasi. Ee, Bunda hozir bu yerda ko'rgan misolimiz shu rekursiyaga misol. Endi rekursiyani eng katta bu amaliy foydasi daraxtsimon tri, ya'ni strukturaga aylanib chiqish. Hozir men tushuntirganimdek, bu daraxtsimon e, ko'rinishda ishlaydi. Ya'ni bitta narsani topish uchun qayta-qayta o'ziga murojaat qilib, har biri uchun yana qayta-qayta ichkariga kirib ketib, daraxtsimon va murakkab daraxtga aylanib ketadi, strukturaga aylanib ketadi. Demak, masalan, papkamizni, kompyuterdagi papkani ichidagi fayllarni topish, barcha fayllarni topish. Agar bitta nimani beradigan bo'lsak, ichiga kirib ketib, barcha fayllarni topib chiqadi. Masalan, shuni kodini ishlatamiz. Yok hiç yerde. Ma Demak, yerdeki Ben yemeğe gittim ya. 2:32'de yok. Xo'p, demak, bu yerda ixtiyoriy bitta papkani beramiz. Mana, buni oldin tushunib olamiz. Demak, fayllarni qidir degan metodimiz. Bu yerda demak papkani nomini beramiz bu yerga. Demak, mana shu papkadagi fayllarni qidirish kerak. Papkani ichidagi barcha fayllarni rekursiv topuvchi funksiya. Demak, har bir elementni o'sha nimamizga qo'shadi, listimizga papkani yo'lda biz bergan o'sha pass directory'dagi adresdagi papkadagi har bir elementni element listimizga qo'shadi. Bo'lsa, agar papka bo'lsa, shu papkani ichine kiradi. Kirib, barcha fayllarni qidiradi, oladi. Agar fayl yo'q bo'lsa, u papka demak, agar shu fayl bo'lsa, faylning nomini chiqaramiz. Fayl bo'lmasa, o'tib ketaveramiz. Yoki shunaqa nima bo'ladi? Admin papkalar bo'lsa, bu papkaga kirishga ruxsat yo'q bo'ladi. Unaqa holda kirolmaydi, o'tib ketaveradi o'zi pas bilan. Demak, ishlatamiz buni. Demak, print fayllarni qidir, papkaning nomini berishimiz kerak. Mana shu yerda endi papkaning nomini beramiz. Ixtiyoriy mana. Xo'p, osonroq bir papka, masalan, style. Mana shu yerga mana shuncha fayl bor ekan. Mana shuni beramiz. Barcha faylni chiqarish kerak nomini. Barchasini.
ko'ramiz. Shuni topadim ekan. Xo'p, mana barcha fayllarni topdi. Fayl topildi. Application PDF. Mana application PDF fayl topdi. Keyingisi mana bu faylni ham topdi. Barchasini ro'yxat bo'yicha chiqaryapti mana. Mana bu yerda JSON faylni ham topdi. Mana JSON bilan chiqaryapti. Bu yerda bitta JSON fayl bor ekan. Mana JSON fayl bor. Buni ham topib JSON fayl deb chiqaryapti mana. Barcha fayllarni biz bergan papkadagi barcha fayllarni topib ekranga chiqaryapti mana. Mana shu papkadagi. Tushunarli? Bo'lmasa keyingi misolimiz bu ham juda ham qiziqarli misollardan va juda ham ko'p uchadigan misollardan biri. Ya'ni Hanoi minorasi. Vyetnamdagi To'g'ri Hanoi. Bu masala shu rekursiyani eng yaxshi, eng zo'r taraflarini ko'rsatadigan masala. Ya'ni maqsad enta diskni A ustundan S ustunga o'tkazish. Ha? Bu masalani eshitganmisizlar, bilasizlarmi? Har safar qoidalar, har safar faqat bitta diskni ko'chirish mumkin. Ikkinchi, katta disk kichik diskning ustiga qo'yilishi mumkin emas. Katta diskni kichik diskni ustiga qo'yib bo'lmaydi. Rekursiv mantiq bu yerdagi. Demak, ustidagi n-bitta diskni A'dan B'ga o'tkazamiz, ya'ni yordamchi ustun sifatida C'dan foydalanamiz. Ikkinchi, eng pastdagi bitta diskni A'dan C'ga o'tkazamiz. B'dagi n-bitta diskni C'ga o'tkazamiz, ya'ni bunda A ustundan foydalanamiz yordamchi sifatida. Xuddi boyagiga o'xshab ketadi. Endi bu yerda hozir nimasini bitta ko'rib olamiz. Rasmlarni hozir tashladim. Xo'p, mana bunaqaroq misol tushunib olishlaringiz uchun. Mana mana shu e, Hanoi minorasini misoli. Mana A ustunda nechta disk? 3 ta disk turibdi. Mana shu 3 ta ustidan foydalanib shu diskni o'tkazishimiz kerak. A'dan S'ga boshqa nimaga? Mana enta diskni A ustundan S ustuniga o'tkazishimiz kerak. Demak, A'dan S'ga o'tkazishimiz kerak. Mana qanday ishlaymiz? Mana buni qo'yib katta diskni ikkita sharti bor mana bu yerda. Birinchi, har safar faqat bitta diskni ko'chirishimiz mumkin qaysidan qaysingadir. Ikkinchi sharti, katta disk kichik diskni ustiga qo'yilishi mumkin emas. Uni ustiga ko'chiramiz. Masalan, buni ko'chirdikmi, uni ustiga e, katta diskni qo'ya olmaymiz. Demak, mana shu katta disk bundan katta-ku. Kichik diskni ustiga qo'ya olmaymiz. Demak, qanday ishlaymiz? Qanday ishlanadi? Qanday g'oya bor sizlarda? Mana bu yerdan tushuntiraman. Mana shu 3 ta diskda. Birinchi turgan kichkina diskni A'dan S'ga o'tkazamiz. Ikkinchi, o'rtadagi diskni B'ga o'tkazamiz, chunki uni S'ga o'tkaza olmaymiz. To'g'rimi? Chunki bu kichkina, bu katta. Katta kichkinaning ustiga tushib qolishi mumkin emas. Uchinchi, S'dagini
B'ga o'tkazamiz. Chunki kichkinani kattaga o'tkazishimiz mumkin. Mana bunaqa o'tkazdik. Endi 4-qadamda A'dagini S'ga o'tkazamiz. O'tkazib bilamiz. Endi B'dagi kichkinani A'ga o'tkazamiz. Keyingi qadamda mana. Undan keyingi qadamda mana B'dagini S'ga o'tkazamiz. Mana kichkinani kattani ustiga qo'yamiz. Keyingi qadamda A'dagini S'ga o'tkazamiz. Mana A ustundan S ustunga bemalol o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Endi o'ylab ko'ringlar, enta disk bo'lsa qanday bo'ladi shu? 100 ta disk bo'lsa. Xuddi mana shu jarayonni takrorlab ketaveramiz. Mana shunaqa qilib o'tkazib, bitta o'tkazamiz, ikkita o'tkazib, xuddi shunaqa ketma-ketlikda o'tkazib ketaveramiz. Mana xuddi mana shunaqa ko'rinishda. Hozir ishlaganimizdek S'ga o'tkazamiz. Shuni boshqacharoq ko'rinishi. Mana A'dan S'ga o'tkazamiz. Keyin e, A'dagini B'ga o'tkazamiz. Keyin S'dagini qaytarib B'ga o'tkazamiz. Keyin A'dagini S'ga o'tkazamiz. Keyin B'dagi kichkinani A'ga o'tkazamiz. Keyin B'dagi kichkinani S'ni katta diskni ustiga o'tkazamiz. Keyin A kichkinani yana mana bu katta diskni ustiga qo'yishimiz mumkin. Tushunarli? Mana shunaqa ishlaydi mana. Ustundagi n-1 har doim nechta disk bo'lsa, 10 ta disk bo'lsa ham birinchi 9 tasini A'dan B'ga, ya'ni S yordamida o'tkazamiz. Olib turib, bitta qaytarib, olib turib shunaqa qilib o'tkazamiz. Eng pastdagi bitta diskni oxirida S'ga o'tkazib turib, keyin B'dagi n-1 diskni, boyagi diskni S'ga o'tkazamiz A yordamida. Xuddi mana shu ko'rinishda ishlaydi. Hozir ko'rganimizdek. Mana buni kodini ishlatamiz. Mana natija chiqdi. Demak, bu yerdan nima qilamiz? Mana n dan ga yordamchi. Demak, mana shu sonlarimiz keladi bizga. Masalan, nechta disk bor? A'dan S'ga B yordamida. Bu yerda shunaqa yozganmiz. Demak, 3 ta diskimiz. Demak, n ta diskimiz bor. Bu A, bu S, bu B yordamchi disk. Demak, agar n'imiz 1 ga teng bo'lsa, demak disk to'g'ri bitta disk. To'g'ri o'zini hech narsa qilish shart emas. To'g'ri birdan S'ga o'tkazib qo'yaramiz bitta disk bo'lsa. Bo'lmasa qaranglar, Hanoi degan metodimiz o'ziga n-1 dan yordamchiga o'tkaz berib yuboramiz. Print diskni ya'ni e, A'dan B'ga yoki ko'chiradigan A'dan S'ga B yordamida ko'chir degan narsani beramiz. n-1 yordamchidan oxirida buni aylantirgandan keyin yordamchiga dan, ya'ni oxirida A'dan S'ga o'tkazamiz. Oxirgi n'inchini. Ungacha bo'lgan n-1-ni A'dan B'ga S yordamida o'tkazamiz. Oxirgini A'dan S'ga B yordamida o'tkazamiz. Mana hozir 3 tani ko'rdikmi? 3 tani javobi mana. Birinchi diskni A'dan S'ga o'tkazamiz. Demak, ikkinchi diskni A'dan B'ga o'tkazamiz. Keyin birinchi diskni S'dan B'ga o'tkazamiz. Xuddi shuni tekshiramiz hozir nima bilan. Demak, Turg'adi axir undan keyin necha marta ishlatib İşlemedi bu şekilde. Durup arıldılar ama bir anda durdular. Sonra bir hafta tartıştık. Ortada bir şey yok bu.
Hop, buni yuklab olib turamiz. Hop, demak, birinchi tekshiramiz buni. A'dan S'ga birinchi diskni A'dan S'ga o'tkazamiz. Demak, birinchi diskni A'dan S'ga o'tkazamiz. To'g'ri. Ikkinchi ikkinchi diskni A'dan B'ga o'tkazamiz. Demak, ikkinchi diskimizni ikkinchi qadamda A'dan B'ga o'tkazdik. To'g'ri. Uchinchi, birinchi diskni S'dan B'ga o'tkazamiz. Uchinchi qadamda. Birinchi diskimizni mana S'dan B'ga o'tkazdik. To'g'ri. Keyingi qadam. Uchinchi diskimizni A'dan S'ga o'tkazamiz. Endi uchinchi diskimizni mana eng katta diskni A'dan S'ga o'tkazamiz mana. To'g'ri. Endi keyingi qadamda birinchi diskimizni B'dan A'ga o'tkazishimiz kerak. Birinchi diskni B'dan A'ga o'tkazamiz mana. B'dan A'ga o'tkazdik. Keyingi qadamda ikkinchi diskimizni B'dan S'ga o'tkazamiz. Ikkinchi diskimizni mana B'dan S'ga o'tkazamiz. Endi keyingi qadamda, oxirgi qadamda birinchi diskimizni A'dan S'ga o'tkazamiz yana. Mana. Oxirgi qadamda birinchi diskni A'dan S'ga o'tkazamiz. Demak, shu bilan tugadi. Barchasi S ustunga o'tdi. Tushunarlimi? Buni mana bu yerni ham danlarni to'g'rilab olsak, danni A bilan almashtiramiz. Gani S bilan almashtiramiz. Adashib ketmishlar. Yordamchini B bilan almashtiramiz. Mana endi ko'proq tushunarli bo'ldi menimcha. Xo'p, qaranglar. Demak, birinchi rekursiyani o'zida A, S, B ni berdik. B yordamchi keladi. Demak, n teng 1 payti disk 1 ni A'dan S'ga ko'chiradi. Bu degani qaysi holat? A'dan S'ga ko'chirish oxirdagi diskimizni mana buni A'dan S'ga o'tkazadi. Oxirda. Mana buni ham A'dan S'ga yordamchi. Faqat birinchi bo'lgan holatda A'dan S'ga o'tkazadi bitta bo'lganda. Endi A'dan S'ga o'tkazaveramiz B yordamida. Endi bu yerda keladi A, B, S berib yuboramiz n-1 bilan. Demak, n'imiz nechi bo'lsa, masalan 3 ta disk bo'lsa, mana bu yerda 2 ni beramiz A, B, S bilan. Barcha diskni A'dan S'ga o'tkazamiz B yordamida. Mana shu qadamda. Mana. Disk n'ni A'dan S'ga ko'chirish bu yerda. Oxirda bitta disk qolganda buni A'dan B'ga ko'chirish S yordamida uni keyin oxirgi ustunga o'tkazib olamiz. Bu shunaqa ko'rinishda ishlaydi. Xanoy minorasi algoritmi. Endi yana bitta zo'r algoritm binary search, ikkilik qidiruv algoritmi. Bu ham juda ham zo'r
algoritmlardan biri va judayam foydali algoritmlardan biri. Nimaga desa, e, masalan, biz 7 degan sonni qidirmoqchimiz. 7 degan sonni qidirmoqchimiz. E, 100 ta sonni ichidan, birdan 100 gacha bo'lgan sonlarning ichidan. Endi biz hozir oddiy sikl bilan qidiradigan bo'lsak, bir birinchini tekshiramiz. 100 ta son bor massivda. 100 ta sonni ichida 7 degan son bormi degan masalani yechmoqchimiz. Birinchi son 7 ga tengmi? Ikkinchi son 7 ga tengmi? Uchinchi son 7 ga tengmi deb 100 tasini ham tekshirib chiqamiz. Demak, biz 100 marta aylanamiz. 100 marta sikl aylantiramiz bitta misolni yechish uchun. Büyük yuvarlak ekan, o'zi pishirdayib net ketadi. Asan ondiy qizil rang beratilgan. Asan temperatura narsalari bor ekan. Arzon tushadi ekan. Endi binary search, ya'ni ikkilik qidirishni ishlatsak qanaqa ishlaydi bu? 100 tani oladi, tartiblangan. Tartiblashimiz kerak. Birinchi tartiblangan bo'lishi kerak. Massiv 100 ta elementni o'rtasini qidiradi. O'rtasini oladi, o'rtancha elementni. O'rtasidagi elementdan qidirayotgan sonimiz chap tarafdami, o'ng tarafdami deydi. Demak, teng yarimga bo'ldi уже qidirayotgan narsamizni. Demak, chap tarafda undan kichkina. Demak, endi chap tarafga o'tadi. Chap tarafdagi elementni teng ikkiga bo'ladi o'rtasiga. Undan chapdami, o'ngdami? O'ngga. Keyin bu qismni oladida uni teng ikkiga bo'ladi. Undan chapdami, o'ngdami? Xuddi shunaqa kichraytirib boraveradi. O'shanaqa massivni kichraytirib boraveradi va oxiri shu sonni topadi. Agar bo'lsa, massivda bo'lmasa, masalan 100 uchun 2 ni darajasi bilan olishimiz mumkin. Demak, 102 ni nechinchisiga teng? Taxminan 6, 7-siga teng. Demak, 100 ta, boya 100 ta amalda topayotganmidik. Mana shuni endi 7 ta amal bilan topamiz. Demak, 7 ta amalda topa olmasak, demak u massivda yo'q. Demak, bu sonimiz massivda yo'q degan javobni beramiz. Ko'ringizmi? 2 ni darajasi bilan qanday e, optimallashtiryapmiz masalani yechishni. Algoritmni tushundingizlar? Demak, bo'lmasa mana shu algoritmni o'rganish sizlarga vazifa bo'ladi. Uyga o'zlaringiz mustaqil o'rganasizlar. Keyingi darsda shu algoritmdan boshlab ishlab boshlaymiz misolni. Menga tushuntirib berasizlar, shu algoritm qanaqa ishlaydi. Birma-bir. Masalan, aniq bir misol tariqasida massivga nt element yozib turib, shuning ichidan bitta sonni yozib turib, shu bormi yo'qligini tushuntirib berasizlar. Demak, bugungi dars bo'yicha savollar bormi? Kimda qanaqa savol bor? Savol yo'qmi? Yo'q, tamma savollar yo'q. Bo'ldi, bo'lmasa hamma endi assign vazifa ham qo'yildi modulga. Bu materiallarni ham modulga qo'yib qo'yaman hozir. Bemalol olib o'qib, videolarni ham tashiyman. Ikkita darsnikini ham tashiyman, modulga ham yuklanadi. Ko'rib bemalol o'qib olaverasizlar. Xo'p, bo'lmasa darsimiz tamom, xayr. Ular bilan suhbatlashaman ham. Bor ba'zi ko'ramiz.